yo'lovchi bo'lish uchun safarga chiqish shart. Manzilga yetib berish uchun bo'lsa, yo'lda olg'a qarab menish shart. Manzilga yetganda bo'lsa, o'zi erishmoqchi bo'lgan narsani tepish uchun sabr qilish, umid qilish va qat'iy bo'lish shart. Agar topolmay qolsam-chu deb o'ylashga bo'lmaydi. Chunki topolmay qolish boshqa, topmaslik boshqa. Sen qanchalik sabr qilsang, shunchalik so'yalaysan. Qanchalik so'ysang, shunchalik sabr qila olaysan. Sen yo'lingni topganingda yo'li yo'qlarga yo'l bo'lasan. Yo'lnimi, yo'lichinimi ranjitmagin. Sabr qilish hech qanday sabab qilmay o'ltirib qayg'urish emasdir. Sabr demek yiroqni ko'rish demakdir. Sabr har qiyinchilikdan keyingi osonlikni, azobliq ko'z yoshidan keyingi xushallikni va har qayg'u alamdan keyingi go'zal taqdirni ko'rishdir. Agar sabr qilish hech qanday sabab qilmay o'ltirib saqlash bo'lsa edi, qushlar yem istamagan. O'stanglar daryolarga qarab oqmagan. Qora tuproq yeşil bo'lib canlanmagan. Quruq o'tin bo'lgan daraxtlar meva bermagan bo'ladi. Chunki inson sabrni agar bugun rizq topolmasam qanday qilaman demagan qushdan o'rganadi. Chunki u qush rizq tepishni umid qiladi. Chunki topolmay qolish boshqadir. Topmaslik boshqadir. Xuddi Allohning bermasligi va sening rizqni xalab so'ramasligingdek. Qush shuni biladiki, o'zining qanotlari herib qolganda uningga Allohning rahmati keladi va Alloh uningga rizq beradi. Shun u faqat qanotlarini harakatlantiradi. Yo'lovchi bo'lish uchun yo'lga chiqadi. Sening bu yo'lda erib qolgan va bo'ldi tugdi deganlaring. Xafa bo'lganingda to'xta deganlaring. Ko'ngling yerim bo'lganda ket deganlaring. Yiqilib tushganingda kel deganlaring hammasi mag'lubiyating bo'ldi. Buni farq etaldingmi? Sen yerib qolganda g'alaba qilishga boshlading. His qilmadingmi? Seni xafa qilganlarga to'xta degan siri o'zingni texmi xafa qilding. Ko'rmadingmi? Ko'ngling yerim bo'lganda ket deganlaring aslida sen doim yenida bo'lishni xohlaydiganlar edi. Bilmadingmi? Yiqilib tushganingda kel deganlaring faqat yeningda bo'lmagan kishilar edi. Buni qilchi sezmadingmi? Hayot yo'lining o'ttirisida faqat sen va Allohning sen uchun yozganlari bor. Yo'lga chiqqanlarmi, yo'ldan chiqqanlarmi hayotni oxirlashtirolmaydi. Yo'lni so'ygin. Yo'lni suyish bilan birlikda yo'lovchini so'ygin. Yo'lovchini suyish bilan birlikda yo'lovchining yukini so'ygin. Yo'lovchining yukini suyish bilan birlikda sabrni yaxshi ko'rgin. Chunki bu hayotda ba'zilar yo'l, ba'zilar yo'ldagi yo'lovchidir. Agar yo'l bo'lganlar yo'lovchini yo'ldan chiqarib mag'lub bo'ladi. Agar yo'lovchi yo'lini tark etsa, yo'lning nima ahamiyati qoladi? Sen yo'l bo'lsang, yo'lovchining ko'nglini yerim qilma. Agar men yo'lovchi desang, yo'lni tashlab etma. Ey bechora ko'ngil. Sen bu yo'lga chiqishdan ilgari yo'l sening ko'nglingga tushdimi? Buningga diqqat qil. Keyin mayli ko'ngling yerim bo'lsin yoki yerim bo'lmasin, keyin sabr qil yoki qilma.
ko'ngling tushgan yo'lga chiqibdimi? Yo'lga chiqqanga ko'ngling tushibdimi? Buningga qarag'in.